Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun boshqacha trend qilamiz. Bu trend nima ekan desanglar, Kia Couch yangi chiqqan avtomobilimizni boshqa menejerlardan, ya'ni Kia Andijon avtosalonida ishlaydigan menejerlardan so'rab ko'ramiz. Qani ketdik unda. Abduvohid mashitdi ekan. Abduvohid, tuzimsiz. Kia Couch chiqdi-yu. Ma'lumotlari qanaqa? Birinchi paysalar mexanika bo'ladi aka. 2-3 to'la avtomat bo'ladi aka. Keyin signallari, rollari kesitadi aka. Bo'ldi, rahmat aka. Hamidulloh boy. Qalaysiz? Asror? Tuzimsiz, charchamayapsizmi? Bo'lyapmishlar? Hamidulloh, Kia Couch haqida ma'lumot bera olasizmi? Couchlarimiz aka 4 xil paysada kelyapti. Narxlari hozircha noma'lum. 1.4, 1.6 atmosferli motorda bo'ladi aka. Jamshid, Couch degan avtomobilimiz chiqdi-yu. Qanaqa ma'lumotga egasiz? Couch to'g'risidami? Menimcha bular ham ma'lumot aytib o'tishdi. Bu benzin rasxoddan tashqari o'rtacha shahar ichi 6 tadan 6,5 tagacha benzin ichadi. Danni yo'lga bo'lsa 4 tadan 4,5 tagacha ekonomik ishlangan. 4 tadan 4,5 tagacha danniga. Asror, avtomobilimiz qachon keladi? Xudo xolasa o'sha kunga kelishiga to'liq obzorini qo'yamiz aka. Bo'ldi, rahmat sizlarga. Kia Couch haqida menejerlarimiz qisqacha bo'lsa ham ma'lumot berib o'tdi. Sizga batafsil ma'lumot kerak bo'lsa yoki-da to'liq obzori kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki-da Kia Andijon avtosalonimizga tashrif buyuring. Manzilimiz 80 metr ko'chada joylashgan.